kavakka amraq buluş, göç xomarlık, şundaqla tuz xomarlık yurak kasalligining ashaddiy dushmani. Göç bizning hayotimizda kam bo'lsa bo'lmaydigan muhim modda. Lekin go'sht yeyish usulining to'g'ri bo'lmasligi, bulutmu tuzlu kavakni ko'p yeb, oqidan muzdek doğab yoki kola ichgan do'stlar osonlik tajsimon arteriyalik yurak kasalligiga giribdor bo'ladi. Bunda do'stlarning sog'lomligini asrashda go'shtni muvofiq azaytish, bulutmu go'sht yeganda sayko'ktat, oq piyoz, so'ng piyoz bilan ko'proq yeyish, go'shtdan keyin muvofiq qatiq ichish, herkes soğuk içimlik içmezlik. Mümkün bolsa Uyghur tibabetining tarkibiga badranji buya, lacindana, zencevil, qaqila, badiyan tushgan issiq tabiatli chayliqlarni iste'mol qilish orqali go'shtning va go'shtlik yemeklarning mayning parchalanishiga yordam beradigan qiziq choyni ichish va sapraning rolini ilgari surish orqali mayning parchalanishini ilgari surib, yurak kasali bo'lishining oldini olishini, allaqachon yurak kasali bo'lib bo'lgan bo'lsa, 6-chechak oliy muparrihi dilshifo orqali yuragiga sog'lomlik tepishini alohida tavsiya qilaman.